Assalomu alaykum. Bugun men aziz obunachilarimga va meni obuna bo'lmasdan kuzatadiganlarga zo'r joyga obzor qilib bermoqchiman. Sababi bozorlik qilish maqsadida bitta joyga kelasiz va hamma uy ro'zg'or uchun kerak bo'lgan narsalarni shu yerdan olib ketasiz. Chaqchuq deysizmi, konstavar deysizmi, ho'l meva, quruq meva, ziravorlar, hattoki oziq-ovqat mahsulotlari, kosmetika vositalari, shirinliklar, barchasi bitta joyda mujassam. Bitta chaqchuq magazinining o'zida ham assortiment juda ham katta. Videoni ko'rish davomida bunga o'zingizlar ham amin bo'lasizlar. Salqin ichimliklarning ham katta magazini shu yerda joylashgan. Oziq-ovqatlar rastasi, ya'ni magazini bo'lsa bu alohida mavzu. Ichiga kirsanglar, ichi juda ham katta va xohlagan hamma narsalarni shu yerdan topsanglar bo'ladi. Hattoki men aylanib ko'rganimda shunaqa asallarga, chiya urug'lari, zig'ir urug'lariga ham ko'zim tushdi. Oddiy magazindan buni topa olmaysizlar. Narxlarni ham solishtirdim. Ayrim joylarga qaraganda yaxshigina arzon. Maxit o'ylaganimizda tan berish uchun qo'shiladigan mamnaqa narsalarni ham men juda ham ko'p qidirgan edim. Aynan shu do'kondan topdim. Yog' ovotganda ham tanlab olaman desanglar, ko'p brendlar shu yerda bor ekan. Sizlarga gapirib bergan joyim bu Olmazor tumani Toshmi postidan shundoqqina o'tganda Arzon bozor degan joy. Men bu joy haqida juda ham ko'p eshitgan edim. Birinchi marta kelganimdan keyin sizlarga ham обязательно obzor qilib bermasam bo'lmaydi degan fikrga keldim. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib meni kuzatishni unutmanglar. Sababi hali juda ham ko'p obzorlar, qiziq videolar oldinda.